Mana sizlar uchun 4 bolali onani bardakli kundan bir kunlik lavha. Kichkintoylarim, to'polonchilarim hamma yoni mazza qilib yoyishibdi, o'ynashibdi, kulishibdi, o'yinchoqlarni ochishibdi. Kimga kerak bo'lsa yig'ib oladi deyishibdi. Ha, конечно, menga kerak dedim-da. Nariga xonada faqat to'polon qilmay televizor ko'rib jim o'tirib turinglar, hozir bir chetdan hamma yoni yes qilaman dedim-da. Yig'ishtirishni boshladim. Bu orada kichkinam ham qornini to'yg'izishga harakat qildim, butilkada kashasini qilib berdim. Bu yoqda 6 oylik kichkintoyim ham yotgan joyida aytadi. "Ho, yosh shunaqa bo'lar ekan-da, yotganimga ishonmanglar, hali oyog'iga turolsam hammanglarni kuninglarni kunda ko'rsataman. Akam bilan opalarim izidan ketaman-da. Abo'ylarni yirtib, hamma yoqqa chizib, o'nchoqlarni cho'chaman mana ham deyapti. Hozircha kashini ichib tur dedim-da. Ha, unda mehr bering, ko'tarsizchi deyapti. Hop, 5 minut dedim-da. Keyin ko'tarib o'ynatdim. Abo dedim-da, ashula aytib berdim-da. Mana shu jim yotib tursang, hali senga zo'r axloq beraman deb yotqizib qo'ydim. 5 minut hozir ozgina tozalab olay dedim. Bu yoqda bo'lsa zakolkalarni chochishibdi, kashalarni to'kishibdi, hamma yoqqa suvli sepishibdi. Xudoyim dedim-da, bu yoqda menimcha bolalarim meni xo'lda yashaydi deb o'ylasa kerak dedim-da, bir chetdan yig'layman. Kashalarni chochishganiga nima bor deyli. Kichkintoyim kasha ichadi, hamma yoni pechenye, non ushoq qilib tashashgan, ustini qoqaman. 5:30 ga 3:30 xonamizda bo'lsa ham hamma yoqni har ko'yga solishadi. Mebellarimni qo'rqib turadi, shu to'polonchilarning oyoq tovushdan. Xudoyim, hozir men nima qilar ekan, o't bitim sindiradimi deb. O'tganda bolalarni ishonib nariga xonaga qo'yib qo'yib, bir chetda o'tiringlar, hamma yonni tozalab olay deb ishonib tashlab ketsam, oshxonaga borib olib, oynadan sochiq ochishibdi. Qo'shni tomiga tushib qolibdi, hamma sochiqdan voz kechdim, mayli dedim. Bir chetdan endi pilisos qilib, ushoqlarni terib, hamma yonni tozalayapman. Sochlar ham yomon ko'p tushadi, chetlarini yig'ib teryapman. Bu yoqda kelishyapti endi sekin. Bo'ldingizmi deb, chunki hozir bir past obed bo'ldi. Ovqatini yedirib, yana 4tasini uxlatishim kerak. Changlarni artib oldim, xudoga shukr, hamma ishimdan qutuldim. Endi ovqatini yedirib, mazza qilib uxlatib olaman.